Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir komplet stanogimizni, Gazabloy stanogini Namangan shahriga mana o'rnatdik do'stlar. Ko'rib turganingizdek, komplektda ikkita qolip bo'lsa, aka 10 talik qilib oldi. Endi qo'yaverasiz, akasi shunaqa ko'pligidan qoliplarni ko'paytirib, tayyor holatda kelib ustanovka qildik. Bitta qolipga kuyib ko'rsatdik. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Bloglar ham mana sekin, asta-sekin ko'tarilyapti do'stlar. Mana ko'rib turgan holatimizda mana ponni mana aka endi blokka zakasi olib mana shu Xonsaroyda o'zim quraman degan ekan mana. Do'stlar, kimgadir stanoylar yoqsa, kerak bo'lsa, biznes qilaman desa, ekranda telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz, ustanovkalarimiz besplatniy. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Yanada yangi videolar qo'yib turamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosaverasizlar do'stlar. Hammaga omad.